Ko'rsatuvimiz homiysi Said Baraka uy ro'zg'or buyumlar do'koni. 1000 xildan ortiq sifatli mahsulotlarni arzon narxlarda sotib olishingiz mumkin. Said Baraka, oilangiz barakasi. Meni avaylamang, ehtiyot qilmang. Yonimga jimgina kelsangiz bo'ldi. Bir kunda, bir zumda yettiyot qilmang. Hurmat qilmang meni, sevsangiz bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugungi ijodiy uchrashuv ko'rsatuvining aziz mehmonlari. Bejiz ko'rsatuvimizni ushbu she'r bilan boshlamadim, chunki shunday ajoyib she'rning ijrochisi, shunday ajoyib she'rni qo'shiq qilgan shirali ovoz sohibi Ilhom Muradshoh bugungi ko'rsatuvimizning aziz mehmoni. Assalomu alaykum Ilhom aka. Ko'rsatuvimizda xush ko'rdik. Xush kelibsiz. Yaxshimisizlar, tinchmisizlar? Rahmat. Kichkinagina san'atimizni hurmat qilib shu studiyaga chaqiribsizlar. Sizlarga sog'lik, omonlik, boshlagan ishlaringga, kasb-korlaringga Alloh barakasini bersin. Butun dunyo tanisin. Nima bo'lganda ham Oltiariqdan shunaqa ko'rsatuvlar bo'lsa yaxshi baribir. Chunki kimdir boshqa yurtlarda yuribdi, o'zini yurtida nima bo'lyapti turgan, qanaqa yangiliklar bor, boshqa qiziqadi-da. Musofirda yurgan akalarimizga ham menimcha bu telekanal ochilgani menimcha juda ham foydali deb o'ylayman. Sog'inganlar uchun ayniqsa chiroyli bo'ladi. Rahmat. Albatta Oltiariq san'atkorlarni, ijodkorlarni o'chog'i hamisha qaynab turadi. Bu o'choqda albatta o'zini san'ati bilan, o'zini ijodi bilan tanilgan juda ham ko'p ustozlarimiz, san'atkorlarimiz albatta butun O'zbekiston xalqini qalbidan joy olgan. Ilhom aka, yana bir bor ko'rsatuvimizda xush ko'rdik. Endi bugun sizga bir antiqa savollar bilan murojaat qilib, dilingizdagi achchiq, shirin gaplaringizni bilib olamiz. Ilhom aka, sizni sahnaga chiqqanda eng ko'p qo'rqitadigan narsa nima? Mana ko'proq to'y xizmatlarida bo'lasiz. Davlat tadbirlarida albatta hamisha qatnashasiz. Meni qo'rqitadigan narsa elni nazar qo'rqitadi xolos. Chunki men panagramma qo'shiq aytmayman. Hali qo'rqitadigan narsa hali aytib turganda jonli panagramma aytib turganda mikrofonni totib olsa, o'shandan xijolat to'paladi birilgan san'atkorlar. Shundan qo'rqsa kerak ko'p san'atkorlar. Menda shu nima deydi? Elni nazaridan qolishdan qo'rqaman. Bu sahnada hayajon yo'q. Menda chunki men jonli aytganligim uchun nima u narsa nima bo'lmaydi, qo'rquv bo'lmaydi menda. Chunki o'zim eldan energiya olaman, xalqdan. Rahmat. Ilhom aka, agar biron bir mashhur san'atkor bilan duet aytish imkoniyati berilsa sizga yoki mashhur ustozlaringiz bilan duet aytish imkoniyati berilsa, siz qaysi ustozingiz yoki qaysi san'atkor bilan duet aytgan bo'lar edingiz? Qobil tog'a Yusufni aytgan bo'lardi. Shu odamni. Qobiljon Yusuf. Ha, shu odamni yaxshi ko'rardim juda ham. Chunki ko'p duolar olganman, ko'p mazalar qochganda ham ko'p borib xabar olganman uni. Shu endi hali armonim deb ketsangiz ham bo'lardi. Hojiona ham ko'rganlar meni. Butun Oltiariq san'atkorlari Qobil tog'ani juda yaxshi ko'rgan. Chunki Qobil tog'daqa inson kam. Qilcha kam. Oxun akamni hamma Mavlonot To'xtasinov hammasini duosini bergan. Mana shu Oltiariqda nechta san'atkor bo'lsa, hammasiga duo qilib charchamagan. Qatorda duo olgansiz. Men ko'p duosini olganman. O'sha o'g'limga to'y qilganimda juda xastalanib, o'sha kichkina o'g'lim Ilhomjon bilan borgan. Xastada borgan. Meni mana unaqa holatda ham Ilhomjon to'yiga kelibdi demanglar. Endi ko'ryapsizmi, dunyoqarash keng bo'lganda shunda ham kelibdi shu samimiy kichkina. Demayman, men mana bu bolani yaxshi ko'rganim uchun keldim Ilhomjonni deb gapirgan gaplari hali ham hayolimdan ketmaydi, ko'z oldimda turadi. Shuning uchun ko'zimga yosh kelgani shunga Qobil tog'alardagi insonlar
Albatta. qiyin bo'lsa kerak. Men o'sha inson bilan duet etgan bo'lardim Qobil tog'a bilan. Chunki meni pir ustozimda, u meni ustozlarimni ustozi. Ohna akamni, Qilcha akamni, misol hammamiz ustozimiz bo'lgan Oltiariqda birinchi xalq hofizini olgan inson Qobiljon Yusupov bo'ladi. O'sha Sher aka ham do'st bilan obod yurgal bo'lmasa vayrona ham degan qo'shiqni aytgan. Yulduz Usmonova Hamroz degan qo'shiq bilan ko'tarilgan bo'lsa, ana shu qo'shiqni ham muallifi Qobil tog'a bo'lgan. Chunki o'shaning uchun ham Qobil tog'ani men hozir Oltiariq san'atkorlari gapini eshitib turgan bo'lsa, Ilhomjon to'g'ri gapiryapti degan bo'lsa ajab emas. Chunki men Qobil tog'ani tanlagan bo'lardim duet aytish bo'lganda. Birinchi bo'lib. Bir kun yangi qo'shiq tayyorlab kelgan edim. Mahalladan ayollar, onaxonlar, onam, bugun men o'g'lim stadionda chiqib ashlatadi deb hamma o'rtalarni olib borgan. Men ashlarni tayyorlab borganman. Qayerdadir xizmatim bor edi Uzaradan. Yetib keldim endi. Konsert tugashiga yetib kelibman. Endi to'y sezonda bo'ladi. Sezon sentyabrda bo'ladi. Mustaqillik beramiz siz. Keyin hali shu yerda men pitillab qoldim. Uje onam ko'rib turib unaqa qilyapti, onam rahmatli. Men ashlatishim kerak, yangi qo'shiq tayyorlab kelganman. Konsert tugaydigan narsa bo'lyapti hali shu yerda. Keyin Qobil tog'am juda hushyor edi, hushyor odam edi. Keyin o'zi rahmatli yoniga chaqirdi. Bunday qilib, "Baqaka bolam, nimaga g'alatilashib qolding?" dedi. Qobil tog'a dedim, "Shunaqa, men yangi ashlar tayyorlab kelgan edim. Bugun menga chiqaman" deb onamga aytdim. Onam mahallaning ayollari hammasi o'tiribdi, o'g'lim chiqadi, menimcha maqtanib o'tiribdi, kutib o'tiribdi onamni. O'zi sahnaga chiqadigan Ashunga shunaqa bo'lyapti, juda xijolatdaman desam, Alisherxon keldi deb degan yoshlarimiz ishlaydigan do'stimiz bor, radioda ham ishlagan, radioda ham meni qo'shiqlarimni ko'p chiqargan o'rtog'im. Ana shu bolani chaqirib qulog'iga nimadir dedi. Keyin hali Alisher to'g'ri stadionni kesib, hokimning oldiga borib Qobil tog'aning gapini aytish shekilli. Keyin Alisher yana kelib Qobil tog'aga gapirdi. Keyin Qobil tog'a nimaga chaqirib, "Ilhomjon aytsin bitta" dedi. Rahmatli shetda ham qarang, o'zi chiqmasa ham shu bolam chiqsin degan shekilli Qobil tog'aning orqasidan men chiqib, onamga qo'shiq aytishga men nima deydi? Musharraf bo'lganman. Qobil tog'aning bir olim gapi bilan. Shuning uchun Qobil tog'ani eslamaslik iloji yo'q. Chunki hammamiz Oltiariqda hamma san'atkorlarning ustozi Qobiljon Yusupov. Soljon Mamatov mana ustozimiz. Bu kishini ham yonlarida ikkinchi hofiz bo'lib yurganman. Juda men baxtli san'atkorman desam bo'ladi. Ma'murjon To'xtasinovning uylarida studiyasi bor edi, qo'shiqlar yozganman. Qanday yaxshi. Shashib yozmanglar. Ilhomjon ham taniqli bola, qo'shiqlari xunuk chiqib qolsa bizga gap tep olmasin. Boshqa san'atkor bo'lsa tezroq yozib chiqaveringlar deydi. Ma'murjon To'xtasinov ham boshqa inson bo'lgan. Biz Oltiariq san'atkorlarini o'zi nima deydi, har bitta insonni san'atkorni gapirsa, ertalabgacha gapirsa suhbat tugamaydigan insonlar, ustozlarimiz hammasi zo'r bo'lgan. Xudo rahmat qilsin o'tganlarini hammasini. Rahmat. Ilhom aka, agar sizning hayotingizni bir san'at asari sifatida ifodalash kerak bo'lsa, u qanday ko'rinishda bo'lardi? San'at asari sifatida ifodalash kerak bo'lsa, qo'shiqmi yoki bir chiroyli she'rmi yoki chiroyli bir suratmi? O'zingiz baribir onam keladi-da. Onam meni shunaqa tug'ib qo'ygan bo'lsa kerakki, shu darajaga yetib mana shu yerda o'tiribman. Meni hayotimga baribir onamsiz tasavvur qilish qiyin. Meni hayot maktabimda baribir onamni mehnatlari katta. Albatta. Juda ham bugun bilmadim. Ajoyib bo'lyapti men uchun. Shunday kunlaringizni onajoningiz ko'rganda albatta bundan ham juda sevingan bo'lardilar. Alloh ruhlarini shod etsin. Ilhom aka, san'at asaringizni yaratishda, biron bir qo'shiqni yaratishda eng katta qiyinchilik nima? Qiyinchilik o'sha she'rni ruhiyatiga kirish kerak, albatta. O'sha she'rni ruhiyatiga kira olmasangiz, qo'shiq o'xshamaydi. She'r bilan musiqani bir-biriga jo qila olmasa, bir-biriga she'r yo kuy qo'shiqqa tushmasa, qo'shiq kuyga bir-biriga yopishmasa,
u yopishmaydi. Muxlislarga yetib bormaydi. Uni ideyasida ham gap ko'p. Menimcha o'sha bizni bastakorlarimizga ham bog'liq. Qolaversa ijrochi o'zi ham yuradi berish kerak. Dardi bo'lmasa nima deydi? Dardmanga yetib bormaydi deydi-ku. Dardi bo'lish kerak albatta onamdan. Albatta. Kechir onam. Do'stlar topdim, mansabimga bo'lgan sodiq. Davlatimdan dushmanga etdim tortiq. Dard kelganda ko'zlaringga yoshdan ortiq. Ne beroldim? Ayt onajon, aytgil o'zing. Sen och bo'lsang tomoqqacha to'yganim bor. Tanbehingga ming bor qovoq uyganim bor. Bilib bilmay ranjitiblar qo'yganim bor. Ne qiloldim? Shundan bo'lak aytgil o'zing. Hech kimsadan kam qilmading el ichida. Bir oh cheksam ko'zing qoldi sel ichida. Bemor bo'lsang hol so'radim til uchida. Ne ham qildim bundan bo'lak aytgil o'zing. Bolam deya mehnat qilding kuyini bilar. Yasan desang qilmading hech kiyini bilar. Ro'mol tutsam ko'zga surding suyini bilar. Ne ilindim shundan bo'lak aytgil o'zing. Men bordirman oq sochlaring tolasida. Nurlar so'ndi ko'zlaringning qorasida. Sen yagonam yaxshilarning orasida. Bilolmadim kechir ona, kechir o'zing. Ilhom aka, onajoningizni bir xotirladingiz. Men ham shu onamga atab yozgan she'rim bor edi, shuni o'qib qo'ydim sizga. Ilhom aka, ona haqidagi bir chiroyli qo'shig'ingiz bor. Shu qo'shig'ingizni kuylab bersangiz muxlislarimiz uchun. Rahmat, she'rlar uchun katta rahmat. Chiroyli yurib berib yozibsiz. Siz ijodlaringizga omad tilayman. Rahmat sizga ham. Ota-onalar har doim farzandini duo qiladi. Albatta. Duo qiladi. Bolam o'nib o'ssin deb biz farzandlar biz ham ota-onalarimiz duo qilishga nima deydi? Haqqimiz bor, shuni qilishimiz kerak. Chunki nimaga har ular duo qilaveradi, biz duo qilmaymiz. Men lekin hozir ijro qiladigan qo'shig'imda onam tirikligida eshitishni xohlardim. Endi onam o'tib ketgandan keyingi duo haqida bitta qo'shig'im bor. Hozir o'g'lim ijtimoiy tarmoqlarda tarqadi, o'g'limga berganman. Bu qo'shiqni hozir o'zim ijro qilib bermoqchiman. Marhamat. Jannatlarning eshigi onamga duo denglar. Xudoyimning oshig'i onamga duo denglar. G'amni bolday totganim, qaro yerda yotganim, oftob kabi botganim ey, onamga duo denglar. G'amni bolday totganim, qaro yerda yotganim, oftob kabi botganim ey, onamga duo denglar. Onam, 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 onamga duo denglar. Onam, onam, onajonim, onamga duo denglar. Atlas kiymagan onam, kim xo'p kiymagan onam, mening kabi tilloyim, onamga duo denglar. Mening kabi tilloyim ey, onamga duo denglar. Mehnatdan rohat topgan, halovatdan taxt topgan, dard ichra ham baxt topgan, onamga duo denglar. Dard ichra ham baxt topgan, onamga duo denglar.
Yuragim to'la darddir, uzolmadim-ku qarzim. Bir satrim bo'lsa manzur, onamga duo denglar. Yuragim to'la darddir, uzolmadim-ku qarzim. Qo'shig'im bo'lsa manzur, onamga duo denglar. Jannatlarning eshigi, onamga duo denglar. Xudoyimning oshig'i, onamga duo denglar. Xudoyimning oshig'i, onamga duo denglar. Onajon, onajon, onajonim. Onajon, onajon, onajon. Rahmat Ilhom aka. Agar siz san'atni, ya'ni qo'shiqchilikni ranglar bilan ifodalash mumkin bo'lganda, o'z san'atingizni qaysi rang bilan ifoda etgan bo'lardingiz? Baribir. Yana onaga taqalaveradida. Ona. Ona Ko'proq degan. dardli qo'shiqlaringiz boshqacha chiqadi-da, baribir. Meni misol muhabbat kuychisi deyishlari mumkin. to'g'ri. Misol hazil-huzul qo'shiqlarim ham juda ko'p. Uni Albatta. ijtimoiy tarmoqda juda ko'pchilik biladi. Juda ham yoshlar hammani misol inson o'zini o'ylab ijod qilsa adashadi-da. Ko'pchilikni o'ylab ijod qilsangiz, misol o'sha ko'pchilik dardini kuylashni yaxshi ko'raman, lekin bu ota-ona haqida ijro, ota-ona haqida qo'shiq, ota-ona haqida she'rlar bu umrboqiy. Biroq qolgan qo'shiqlaringiz misol 10 kun yo 1 kun eshitishi mumkin, lekin ona haqida, ota haqida qo'shiqlarni Ular qolmaydi. u qo'shiqlar o'lmaydi. Shuning uchun ham men ota-ona mavzusiga ko'proq murojaat qilaman. Yaxshi ko'raman. Kim ota haqida, ona haqida she'r yozsa, ijtimoiy tarmoqda ko'rib qolsam, men uni taniyman, o'sha tanimayman, men minnatdorchilik bildirib, shoir otangizga rahmat deb qo'yaman. O'sha inson men tanimay, kim ekan bu inson menga rahmat aytyapti. Chunki o'sha ota-onasi eldikoriga misol yaraydigan farzand bo'lsin deb duo qilgan. Misol to'ylarda yurib qolamiz ham, sendan tug'ilgan farzandlar eldikoriga yaraydigan farzandlar tug'ilsin deyishadi. Endi o'sha xalq duolarini eshitganmiz-da, o'shaning uchun otasiga rahmat o'sha shoirlar deyman. Sog' Sog' bo'lesin.